Agar telefoningizda begona dastur, noma'lum SMS, pensiya tekshiruvi, kompensatsiya yordam puli, bank xavfsizlik xizmati degan xabar yoki siz tushunmagan ruxsatnomalar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bugun firibgarlar odamlarning pensiyasi va nafaqasini aynan telefon orqali o'g'irlashga urinmoqda. Men sizga vahma qilish uchun emas, qanday tekshirish, nimadan ehtiyot bo'lish va pulingizni qanday himoya qilishni oddiy tilda tushuntirib beraman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningizga yuboring. Chunki eng ko'p aldanuvchilar aynan pensiya oladigan, telefonni unchalik yaxshi bilmaydigan insonlar bo'lyapti. Avvallari pensiyani olish jarayoni ancha sodda edi. Odamlar pensiyasini pochta orqali, bank kassasidan yoki plastik kartadan olardi. Firibgar odamni aldash uchun ko'pincha yuzma-yuz kelishi, hujjat so'rashi yoki bankka olib borish kerak bo'lardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi. Karta mobil ilovaga ulanadi. SMS kod telefonga keladi. Bank ilovasi orqali pul bir zumda boshqa kartaga o'tib ketadi. Demak, firibgar uchun eng muhim narsa endi sizning hamyoningiz emas, telefoningiz bo'lib qoldi. Men buni juda aniq aytaman. Davlat sizning telefoningizda biror dastur borligi uchun pensiyangizni olib qo'ymaydi. Lekin telefoningizda xavfli dastur bo'lsa, SMS kodlaringizni o'qiydigan ilova bo'lsa, ekraningizni ko'radigan masofaviy boshqaruv dasturi bo'lsa, yoki siz firibgarga kod aytib qo'ysangiz, pensiyangizni firibgarlar olib qo'yishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyamni bank ushlab qoldi, davlat yechib oldi deb o'ylaydi. Aslida esa pul karta orqali boshqa hisobga o'tkazib yuborilgan bo'ladi. Bugungi asosiy o'zgarish shuki, firibgarlar endi qo'ng'iroq qilib, men bankdanman deyish bilan cheklanmayapti. Ular Telegram orqali havola yuboradi. Ariza to'ldiring deydi. Pensiya qayta hisoblanadi deydi. Kompensatsiya olasiz deydi. Kartangiz bloklanmasligi uchun kodni ayting deydi. Yana xavfli usul. Telefoningizga yordam beradigan dastur o'rnating deb AnyDesk, RustDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash masofadan boshqarish ilovalarini o'rnattiradi. Shundan keyin ular sizning telefoningiz ekranini ko'radi, tugmalarni bosadi. Bank ilovasiga kiradi va pulni o'tkazadi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa SMS kod bu kalit. Uy kalitini begona odamga bermaganingiz kabi SMS kodni ham hech kimga bermaysiz. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, soliq xodimi ham, mahalla xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimda kod keladi, ayting, tasdiqlab beramiz desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 6-7 yoshli pensionerni tasavvur qiling. Unga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizga 1.200.000 so'm qo'shimcha kompensatsiya chiqdi. Kartangizga tushiramiz, faqat SMS kodni ayting. Odam xursand bo'ladi. Chunki narxlar oshgan. To'g'ri kerak, kommunal to'lov bor. U kodni aytadi. 2 daqiqa ichida kartadagi 3.800.000 so'm boshqa kartaga o'tib ketadi. Keyin u bankka boradi, bank esa operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan deydi. Bu yerda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchi muhim narsa, telefonga o'rnatilgan ilovalarni tekshirish kerak. Ayniqsa siz o'zingiz o'rnatmagan, nomi g'alati, belgisi oddiy, service, update, security, support, remote, Android sistemga o'xshash nomdagi ilovalar bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Ba'zi zararli dasturlar o'zini tizim dasturi qilib ko'rsatadi. Ba'zilari SMS o'qishga ruxsat oladi. Ba'zilari accessibility, ya'ni maxsus imkoniyatlar bo'limidan ruxsat olib, ekrandagi harakatlarni kuzatadi. Ba'zilari ustidan o'ynacha chiqarib, siz bank ilovasiga kirganda parolni ko'rib oladi. Men ko'p uchratadigan holat. Odam, men hech narsa o'rnatmaganman deydi. Keyin tekshirsak, telefonda bir necha oy oldin nabrasi o'yin yuklagan yoki Telegramdagi reklama havolasidan bonus olish ilovasi yuklangan. Ilova nomi onlayn bonus bo'lgan. Lekin ichida zararli kod ishlagan. Natijada telefon sekinlashgan, reklamalar ko'paygan, batareya tez tugagan, lekin egasi bunga ahamiyat bermagan. Bir kuni pensiya tushgan kuni kartadan pul yechilgan. Uchinchi narsa, kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda pensiya va nafaqa oladiganlar, bank ilovasidan foydalanuvchilar, telefonda karta raqamlari saqlanganlar, SMS orqali to'lov tasdiqlaydiganlar, Telegram va WhatsAppda ko'p havola ochadiganlar. Shuningdek, qarindoshlar yordamida telefon ishlatadigan keksalar ham xavf ostida. Chunki ular ko'pincha bolam aytdi, operator aytdi, bankdan deyishdi deb ishonib qoladi. Xavotirlanmasligi mumkin bo'lganlar kim?
Agar telefoningizda faqat rasmiy ilovalar bo'lsa, bank ilovasiga kuchli parol qo'yilgan bo'lsa, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, noma'lum havolalarga kirmasangiz, Play Market yoki App Store'dan tashqaridan ilova o'rnatmasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb butunlay beparvo bo'lish ham noto'g'ri. Chunki firibgarlar aynan ishonchli gaplar, rasmiy logotiplar, tanish so'zlar bilan aldaydi. 4-narsa, bank kartasi va pensiya kartasini telefonga qanday ulaganingiz muhim. Ba'zi odamlar pensiya kartasini bir nechta to'lov ilovalariga ulab qo'yadi. Bitta bank ilovasi, bitta to'lov tizimi, yana boshqa hamyon, yana marketi ilovasi. Qanchalik ko'p joyga karta ulangan bo'lsa, nazorat shunchalik qiyinlashadi. Agar telefon yo'qolsa yoki zararli dastur tushsa, firibgar uchun imkoniyat ko'payadi. Real misol, bir ayolning pensiyasi oyiga 1.600.000 so'm. U kartasini 3 ta ilovaga ulagan. Bir kuni unga Telegramda ijtimoiy yordam uchun ro'yxatdan o'ting degan havola keladi. Havolada pasport seriyasi, telefon raqami, karta raqami so'raladi, ayol to'ldiradi. Keyin tasdiqlash kodi keladi. U kodni kiritadi. Aslida bu kod karta ulash yoki pul o'tkazish uchun bo'lgan. Natijada 1.600.000 so'm pensiya tushgan kuni yechib ketiladi. Firibgarlar ko'pincha aynan pensiya tushadigan sanalarni kuzatadi. Chunki o'sha kuni kartada pul bo'lishini biladi. Endi juda muhim nozik masalaga o'tamiz. Ba'zida pensiya yoki nafaqa to'lovida haqiqatan ham to'xtash, kechikish yoki qayta tekshiruv bo'lishi mumkin. Bu har doim firibgarlik degani emas. Masalan, hujjatlarda xatolik bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, shaxsni tasdiqlash kerak bo'lsa, fuqaro uzoq muddat pensiyani olmagan bo'lsa, yashash joyi yoki hisob raqamida o'zgarish bo'lsa, to'lov vaqtincha kechikishi mumkin. Lekin bunday masalalar SMS kod so'rash, Telegram orqali karta ma'lumotini yozdirish, telefoningizga noma'lum ilova o'rnattirish orqali hal qilinmaydi. Rasmiy masala rasmiy idora, bank filiali yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. Yana bir noaniq joy, telefoningizda kredit ilovasi bo'lsa, pensiyangizni olib qo'yishadi degan gaplar tarqaladi. Bu gapni ehtiyotkorlik bilan tushunish kerak. Agar siz kredit olgan bo'lsangiz, bank bilan shartnoma tuzgan bo'lsangiz, karta orqali avtomatik to'lovga rozilik bergan bo'lsangiz, qarz to'lovi kartadan yechilishi mumkin. Bu firibgarlik emas, shartnoma sharti bo'lishi mumkin. Lekin siz olmagan kredit, siz bilmagan mikroqarz, siz o'rnatmagan ilova orqali nomingizga rasmiylashtirilgan qarz bo'lsa, bu albatta tekshirilishi kerak. Bunday holatda darhol bankka, kredit tashkilotiga va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Ba'zi firibgarlar sizning nomingizga kredit chiqib ketgan, to'xtatish uchun kodni ayting deydi. Odam qo'rqadi, pensiyamdan ushlab qolishadi deb vahimaga tushadi va kodni aytadi. Aslida aynan o'sha kod orqali firibgar yangi kreditni tasdiqlashi yoki pulni o'tkazishi mumkin. Shuning uchun qo'rqitish ham firibgarning quroli. Ular odamni shoshiltiradi. Hozir aytmasangiz kech bo'ladi, kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz to'xtaydi, sudga oshamiz. Rasmiy tashkilotlar bunday qo'pol va shoshilinch usulda kod so'ramaydi. Yana bir katta xavf masofaviy boshqaruv ilovalari. Bu ilovalar o'zi yomon emas. Ular ba'zan kompyuter yoki telefonni masofadan so'zlash uchun kerak bo'ladi. Lekin firibgar pensionerga men bank xodimman, telefoningizdagi muammoni tuzataman, shu dasturni yuklang desa, bu xavfli. Ilova o'rnatilgach, ekranda raqam chiqadi. Firibgar shu raqamni ayting dedi. Aytsangiz, u telefoningizga masofadan kirishi mumkin. Siz ekranda nima bo'layotganini tushunmay turib, u bank ilovasini ochadi, parol kiritishingizni kutadi. Keyin pulni o'tkazadi. Yashirin xavflardan yana biri telefonda parol yo'qligi. Ko'p keksalar menga parol kerak emas, uyda turadi deydi. Lekin telefon yo'qolsa, ichida SMS, kontaktlar, bank ilovasi, rasmlar, hujjatlar bo'lsa, begona odam uchun bu katta imkoniyat. Telefoningizda kamida 4 yoki 6 xonali kod, yaxshisi barmoq izi yoki yuz orqali ochish bo'lishi kerak. Lekin parolni qog'ozga yozib, telefon g'ilofining ichiga solib qo'yish ham xavfli. Bu xuddi eshik kalitini eshik yoniga osib qo'yish bilan bir xil. Yana bir nozik masala qarindoshlar. Ba'zan firibgar begona bo'lmaydi, yaqin odam ham bo'lishi mumkin. Men buni og'ir mavzu bo'lsa ham aytishim kerak. Pensionerning kartasi farzandida, telefoni nabirasida, SMS kodlar boshqa odam qo'lida bo'lsa, pul nazorati yo'qoladi. Albatta, ko'pchilik oilada yordam berish niyati yaxshi, lekin moliyaviy masalada aniqlik bo'lishi kerak. Pensiya egasi o'z kartasi qayerda?
pul qachon tushadi, qancha yechiladi, kim nima uchun ishlatadi, bularni bilish kerak. Agar pensioner o'zi foydalana olmasa, ishonchli vakil bilan hammasi ochiq va hujjatli bo'lgani ma'qul. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonlarda so'zlamalar bo'limiga kiring. Ilovalar yoki dasturlar degan joyni toping. Har bir ilovani ko'rib chiqing. Siz tanimagan, qachon o'rnatilganini bilmaydigan, nomi shubhali ilovalarni darhol o'chirib tashlashga shoshilmang. Avval internetdan nomini tekshiring yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Chunki ba'zi tizim ilovalarini o'chirib bo'lmaydi. Lekin AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, AirDroid, Remote Support kabi ilovalar sizga kerak bo'lmasa, ularni olib tashlang. Agar ularni kimdir sizga telefon orqali o'rnatilgan bo'lsa, bu juda jiddiy signal. Ikkinchi qadam. Ruxsatnomalarni tekshiring. So'zlamalarda maxfiylik yoki ruxsatlar bo'limiga kiring. SMS o'qishga qaysi ilovalarga ruxsat berilganini ko'ring. Kontaktlar, kamera, mikrofon, joylashuv, telefon qo'ng'iroqlari. Maxsus imkoniyatlar bo'limlarini tekshiring. Oddiy fon rasmiy ilovasiga SMS o'qish kerak emas. Oddiy kalkulyator kontaktlar kerak emas. O'yin ilovasiga bank SMSlarini o'qish ruxsati kerak emas. Keraksiz ruxsatlarni o'chirib qo'ying. Uchinchi qadam, bank ilovangizni tekshiring. Faqat rasmiy bank ilovasidan foydalaning. Ilovani Play Market yoki App Store'dan yangilang. Bank ilovasiga alohida parol qo'ying. Agar bank ilovangizda qurilmalar ro'yxati bo'lsa, begona qurilma ulanmaganini tekshiring. Karta bo'yicha SMS xabarnoma yoki push xabarnomani yo'qing. Har bir kirim chiqimni ko'rib boring. Agar siz bilmagan 5000 so'm, 10000 so'm, 20000 so'm yechilgan bo'lsa ham beparvo bo'lmang. Firibgarlar avval kichik summani sinab ko'rib, keyin katta pulni yechishi mumkin. 4-qadam, karta limitlarini qo'ying. Ko'p bank ilovalarida kunlik o'tkazma limiti, internet to'lov limiti, naqd yechish limiti bo'ladi. Agar siz oyiga bir marta pensiya olib, asosan naqd ishlatsangiz, internet orqali katta pul o'tkazish limitini pastroq qilib qo'ying. Masalan, kunlik 200 ming yoki 300 ming so'm. Kerak bo'lsa, bankka borib vaqtincha oshirasiz. Bu noqulay tuyulishi mumkin. Lekin firibgar bir zumda 5 million so'mni olib ketishidan ko'ra limit bo'lgani yaxshi. 5-qadam, karta va telefon raqamini tartibga keltiring. Pensiya kartangiz qaysi telefon raqamiga ulanganini bilib oling. Agar eski raqamga ulangan bo'lsa, darhol bankda yangilang. Eski SIM karta yo'qolgan, boshqa odam ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Bankka boring, pasportingizni oling. Karta egasi sifatida raqamni tekshiring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankning tartibi bo'yicha ishonchnoma yoki vakil masalasini aniqlang. 6-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating. Men bankdanman. Men pensiya bo'limidanman. Men prokuraturadanman degan odam sizdan kod, karta raqami, PIN kod, bank ilovasi paroli, pasport rasmi, yuzingiz bilan video tasdiq so'rasa, darhol telefonni qo'ying. Keyin kartangiz orqasidagi rasmiy bank raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Hech qachon sizga qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta telefon qilmang. Chunki u ham firibgarning raqami bo'lishi mumkin. 7-qadam, hujjatlar masalasi. Agar pensiya yoki nafaqa to'xtab qolgan bo'lsa, sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shuni bank kartasi, telefon raqami, oxirgi to'lovlar haqida ma'lumot. Agar bankdan ko'chirma kerak bo'lsa, bank ko'chirmasi. Pensiya masalasi bo'yicha tuman yoki shahar pensiya bo'limiga, bank kartasi masalasi bo'yicha bankka. Firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qilasiz. Arizada vaziyatni aniq yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? Qaysi raqamda nima dedi? Qaysi summa yechildi? Qaysi kartaga o'tgan bo'lsa, bank ko'chirmasini ko'rsating. SMS va Telegram yozishmalarini o'chirmang. 8-qadam, yaqinlaringiz bilan oldindan kelishib oling. Ota-onangizga, buvingizga, bobongizga bitta oddiy qo'yda ayting. Hech kimga kod aytmaysiz. Hech kim aytsa ham ilova o'rnatmaysiz. Pul masalasida avval menga qo'ng'iroq qilasiz. Uydan kod hech kimga aytilmaydi degan yozuvni telefon yoniga qo'yib qo'ysangiz ham foydasi bor. Keksalar ko'pincha unutib qo'yadi. Shuning uchun buni bir marta emas, qayta tushuntirish kerak. 9-qadam, agar telefon allaqachon shubhali bo'lsa, nima qilish kerak? Avvalo internetni o'chirib qo'ying, bank ilovasiga kirmang. Boshqa ishonchli telefondan bankka qo'ng'iroq qilib, kartani vaqtincha bloklatish mumkinligini so'rang. Keyin telefonni mutaxassisga ko'rsating.
zararli ilova aniqlansa, o'chiring, parollarni almashtiring. Bank ilovasini qayta sozlang. Juda jiddiy holatda telefonni zavod sozlamalariga qaytarish kerak bo'lishi mumkin, lekin bundan oldin kerakli kontaktlar va rasmlarni xavfsiz saqlash masalasini hal qiling. Zavod sozlamasidan keyin ham bank parollari, Telegram, Google yoki Apple hisoblari parolini o'zgartirish kerak. 10-qadam kredit tarixini va qarzlarni tekshirish. Agar sizning nomingizga noma'lum kredit rasmiylashtirilgan deb shubha qilsangiz, banklardan, mikroqarz tashkilotlaridan va rasmiy kredit tarixi xizmatlaridan ma'lumot oling. Hech qachon Telegramdagi kredit tarixini tekshirib beramiz degan begona botlarga pasport ma'lumotlaringizni yubormang. Rasmiy manba bo'lmasa, bu ham yangi firibgarlikka olib kelishi mumkin. Yana bir muhim tavsiya. Pensiya kartasida katta pulni uzoq saqlamang. Agar sizga pensiya tushsa va uni oy davomida ishlatsangiz, xavfsizroq tartib tuzing. Masalan, asosiy pulni bank omonatiga yoki alohida hisobga o'tkazish. Kundalik xarajat uchun alohida kichik limitli karta ishlatish mumkin. Bu hamma uchun shart emas, lekin katta pulni bitta kartada, bitta telefonga bog'lab qo'yish xavfni oshiradi. Ayniqsa telefonni ko'p odam ishlatsa yoki bolalar o'yin o'ynasa, ehtiyotkorlik 2 barobar kerak. Men yana takrorlayman, telefoningizdagi eng xavfli narsa bitta nomdagi sirli dastur emas. Eng xavfli narsa nazoratsizlik. Noma'lum havolani bosish, kodni aytish, ruxsatlarni tekshirmaslik, karta limitini qo'ymaslik, firibgar gapirganda shoshilish. Firibgarlar texnikadan foydalansa ham ular avvalo insonning ishonchi, qo'rquv va shoshqaloqlikdan foydalanadi. Shuning uchun eng kuchli himoya bu hushyorlik va oddiy qoidalarga qat'iy amal qilish. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, telefoningizni tekshirmasangiz, pensiyangizni davlat emas, firibgarlar olib qo'yishi mumkin. SMS kodni hech kimga aytmang, begona ilova o'rnatmang. Bank kartangiz limitlarini tekshiring, telefoningizdagi ruxsatnomalarni ko'rib chiqing. Shubhali holatda darhol bankka murojaat qiling. Agar pensiya to'xtasa yoki pul yechilsa, faqat rasmiy bank, pensiya bo'limi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar orqali ish tuting. Hozir telefoningizni qo'lingizga oling va ilovalar ro'yxatini tekshiring. Keyin bu videoni kamida bitta yaqin insoningizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizga ham bankdanman, pensiya bo'limidanman. Kompensatsiya chiqdi deb qo'ng'iroq qilishganmi? Tajribangiz boshqalarga saboq bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizni ogohlantiring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.